Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, suyumlik Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sizlar bilan yana bir qatim muloqot qilgan Allohga hamdlar olsun. Hammanglarga Allohning güzel salomlari olsun. Bugun yana bir suhbat mazmunini diqqatinglarga sunaman. Bu ta'xirsiz zururiyatlarning biri Allah uchun so'zlayapman buni. Aslida o'tganlarda uchini chiqargan ba'zi 2 yil bo'lgan, 1 yil bo'lgan ba'zi temalar var. Ular davomli aql surilib kelyapti. Chunki texmi muhim aktual masalalar bizni boshqa mavzularni so'zlashga majbur qilyapti. Bugungi mavzumuz siyosiy taqdirimizning eng cho'ng to'salg'unlari. Qarindoshlar, bu eng cho'ng to'salg'u deyilgan vaqtida cho'qimki bu Xitoylarning kuch qudrati degandek atom bombalar ko'z oldinglarga kelmasin. Bizning ichki to'salg'unlarimizni hal qilib ketolmayapmiz. O Xitoy tashqi to'salg'u. İçki to'salg'ularni hal qilolmayapmiz. Tashqi to'salg'uga amal yo'q, ammo ichki to'salg'uga amalimiz bo'lmayapti. Shunga piyada deyilayotgan to'salg'u ichki to'salg'ularimizdan biri. İlgirki videolardan birida ancha uzoqda bo'lmagan birida bak yaqindagi birisida tabriqchi tashkilotlar haqida datlangan edim. Shundaqla bu temani davomli tatalab turganligimdanmi bishorat berdi. Nima uchun? Nima uchun deyilsa bek ko'p sabab topiladi. Nima uchunning javobi bek ko'p. Ama en muhimi shuki, bundaq tashkilotlarning mavjudligi siyosiy ko'rishimizning putiga kishan yo'liga to'saq bo'ladiganligidir va bo'layotganligidir. Buni amaliyatimizda beshimizga kelganlar orqali real his qilyapmiz. To'g'risini desam, ilgari mana tashkilotlarning ko'p bo'lishining daxlisi yo'q, hammasi o'rtaq nishon uchun kurash qilsa bo'ladi deb qaraydi. Bo'libmi? İlmiy tashkilot sifatida o'tirg'i chiquvchilarning bir daxlisi yo'q. Ular ilmiy jihatdan va boshqa jihatlardan as qo'shsa, siyosiy tashkilotlar siyosiy jihatda ishlarni qilsa bo'laveradi deb o'ylab ekanman. Lekin mening o'ylaganimdek bo'lmaydiganligini amaliyat ko'rsatyapti. Yani bu bölünmelik asası gayb olan siyasi kurashga kuch qetishdan kishilarni to'sib qo'ydi ekan. Umumiy g'oya emas, kichik to'pning atalmish manfaatlari texmi muhim bilinib, asosiy kurashdan o'zini qochirishdek g'alati ahvollarni keltirib chiqardi ekan. Psixikamizni obdan o'qiy oladigan Xitoylar aslida mushundaq bo'lishini bilgachga bizning kishilarimizni tashkilotlarni qurishga rag'batlantirayotgan gapdek turdi. Agar har qanday bir Uyg'urdan siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda kulturimizni saqlab qolish mumkinmi? Madaniyatimizni saqlab qolish mumkinmi? Bizning yetishgan odamlarimiz, ya'ni odam yetishtirayotganlardan so'rasangiz, aşı yetiştirgan odamlarimizning ko'p bo'lishining ahamiyati bormi deb so'rasangiz, cho'qim bunga kutilgan javobni berishi mumkin. Ya'ni mumkin emas, ahamiyati yo'q degan javob.
Ama amaliyotda o'zlari qatnashgan atalmış ilmiy yoki kulturel tashkilotlarning tarafdorlik maydonida tushuntirish bilan asosiy siyosiy kurash yo'limizni odamsiz qoldirayotganligini o'ylab ko'rmaydi yoki o'ylasimi, ha demak seni xalq qo'llamasa bizning gunohimizmi? Xo'p bo'pti deydigan tutum bilan yanada oqmayotgan siyosiy kurashlarimiz uchun yuragi etishmaydi. Torlardaki çoğallarının qanchalik yo'g'in bo'lishidan qat'iy nazar o'tirdi eqiyotgan hech qanday ishning yo'qligi odamni yig'iga qistaydi. Torlardaki havoga qarasangiz, har bir Uyg'ur vatan millat uchun o'ziga tushliq his qo'shyapman deb zan etadiganligini, qilayotgan ishi bilan tamanno qiladiganligini ko'rasiz. Haqiqatanmi tamannoga loyiq keladigan nurg'un kishi top ve oturda emgeklerini görürsüz. Kitap tercüm kılıvatkallar, film işlevatkallar, bilimsel dersler sözlevatkallar, film tercüm, kartun film işlevatkallar. Şundak bir menzirini görürsüz ki, hiç bir Uygur bekat olmayavatgandek, her bir Uygur vatan millet için öz hissini koşuvatgandek kaynam taşkın bir vaziyet. Bularga qarab, ya, bu millet bo'ladi ekan juma, buncha tirishchan bir millat qandaqmi yo'qolsin deb qolasiz. Ammo biz surgunda hukumat bo'lish sifatida xalqaro yordamlarga yondashgan, yaqinlashgan, mana ana degidek manzillarga kelgan chig'imizda yordam beruvchilarning bizni kuzatish ta'sirotlarining qanoat hosil qilolmasligi tufaylidan yordam berishga loyiq ko'rmayotganligi javoblarga duch kelgan chig'imizda. Layoqtinglar yo'qkan degan mazmundagi javoblarga duch kelgan chig'imizda. Andan mana shu yaramasligimiz butun yalang'ochligi bilan o'tirg'i chiqib, bizni hijolat patqiga patiradigan ishlar beshimizga kelmoqda. Ana shu chaqda siyosiy kurash sepimizning parvizsiz tashlab qo'yilganligini, har kim o'z qozonini qaynatish urinishida ekanligini amaliy his qilmoqdamiz. Ixtiyorsiz holda 1958-yillardagi Flat tog'lash to'lqinini ko'z oldimga keltiraman. Shu chaqda Xitoylar Sovet ittifoqidan aynan ko'chirib olgan bir shuvarni, ya'ni Flat ishlab chiqarishda Angliyadan o'tib ketish shuvarni o'tirib qo'ygan bo'lib, men cho'ng bo'lgan Kansu shahrining butun sayjilg'illari 10 minglarcha uchoq bilan chitinib ketgan edi. Bekorlik emgak kuchi hasharga haydab chiqilgan dehqonlarning har biri birdan uchoqqa olib olgan. Her biri birer parça rodunu qozonga selib olgan, uylardan, bog' varallardan kesib chiqqan daraxtlarni o'tin qilib qalab, rodi eritishga urinilgan edi. Biri bu ish qonuniyatga xilof edi. O'tin qalab uch qozonda rodi eritkili bo'lmaydi. Chunki bu 2035 gradus qiziqlikni talab qiladi rodi degan. Yana biri uchoq bek ko'p, qozon bek ko'p, energiya bo'linib ketgan edi. Natijada yurtlarimizda daraxt qolmay kesib tugatilgan va bular qalab tugatilgan bo'lishiga qaramay, qozonlardan birisini qaynamagan edi. Kechiring. Bugungi bizning diaspora jamiyatimizda maydonga kelgan ushaq-tushak kappara kepek tashkilotlarmi mushunga o'xshash vaziyat tug'dirgan bo'lib, eng az 20 yerga qozon esilgan, har kim yoki har top to'xtamay tirishib o'z qanatiga qozoniga o't qilyapti. O'tin tugayotidi, ammo qozondagi suv issay demaydi. Natija shu bo'ladiki, bu 20 qozonning hech biri qaynamaydi, ammo biz o'tinlarimizni qalab tugatamiz. Biz duch kelayotgan vaziyat shu, qarindoshlar. Bizning mavjud saviyamiz, mavjud kuchimiz bilan yetmoqchi bo'lgan g'oyaga yetish mumkin emas. Tinch bir vaziyatda. Ya'ni dushmanlarimiz umumiy bir cho'ng tipdagi urushga daxil bo'lmagan vaziyatda.
mümkün emas. U halda çokum bir güçlük devlet arka çıkışı lazım. Bundaq devletler barmı? Siyasi stratejilik tamponluk ve siyasi stratejilik zürüriyetler noktasından küstüdüğün bolsak, bundaq devletler var. Dünya tertibinin buzuluşu ve yeni dünya tertibige hamildarlığı bugün her kim tarafından tahmin kılınavatkan, kütülüvatkan bir reallik. Bundaq bir vaziyette bazı devletlerinin ciddi manada birer canlıq kuzurga ihtiyacı bulunduğunu mı mölçerleş mümkün. Lekin nahayeti afsus. Bunu biz emas, Xitayla mölçerli geçke. Biz dımbaldı. Xitayla mölçerli geçke. Allaqachon bunun oldini elib, tadbir ko'rib, tosma to'sib bo'lgandek turdi. Qandaqmi? O'zlarimizning qo'li bilan. Kibrimizni g'idiqlash, cho'nglik hirsimizni g'idiqlash, tarafbozligimizni g'idiqlash orqali yana istixborot yo'li orqali. Chunki ko'zirga ehtiyoji bo'lgan bir davlat yoki ma'lum kuch yoki kuch nuqtalari bizning safamizni o'ylashmisi bo'lmaydi. Bununla hammanglarning ko'zi yetsin. Yana bizning siyosiy yo'limizni dangsimasdan bundaq bir yordamni qaysi to'pqa ba'si roli bo'ladiganligini bekitadilar. Shuni qistirib qo'yay, Xitoylardan ayrilmay, demokratiya talab qiladiganlarni bundaq cho'ng o'yinlar uchun ko'zir qilishga bo'lmaydiganligini biladi. Xat biladi. Shuni bundaqlar bir xil saviyada, xuddi sakratdagi odamga demidi suytamitilgan shaklda tutib turiladi xolos. Ular ya ölmeydi, ya karvatdan turib ketgidek saqaymaydı. Yıllar şundaq ötüdü. Uyun qurduğanlarga Xitaydan üzül-kesil qutuluşunu nişan qıyğanlar yaraydı, ama g'ayning to'g'ri bo'lishini kifoya qilmaydi. Yana bir bölük yaramlıq kadr şundaqla xalqning zo'r ko'pchiligi ergishadigan bir to'p bo'lishi lozim. Mana shu tufaylidan tirishchanliklarimiz bekor ketmoqda. Haq bizden ümitsizlenmekte. Lekin başka texamı uygun kuzur bulmagaçka yanılı bizni küstüşün devam kılmakta. Faaliyetlerimizni ergişevatkan ommini vücut çıkarılavatkan işlerimizni küzetmekte. Ama biz yeterlik sapalık kadar yokluğunun planlangan işlerini kılanmayvatırız. Bizden bunca ola büyük oralığımızı düşengen dostlarımız yine amalsız bizge kadr yetiştirip berişkimi maqul boldu. Ama biz okuyduğanga adam tapanmadık. Bundaq ahvallarga bir qitim yoluqsaq edik. Yana bir bahanlarni ko'rsatib o'zimizni aqlab ketaleydik. Bir qitim bo'lmadi. Her daim mush yusunda osal bo'laversak, oxirida nim bo'lar? Buni aşı öz aldığı həs qoşuvatqanlar, top süptüdə allaqandaq bir işlarını qılıb millətin kültürünü, mədəniyyətini saqlab qilishqa töhfə qoşuvatqanlar oylanlar. Üzünün qazanığı yoki öz uçqağılı çoğtartıvatqanlar oylanlar. Oylanış sualı şu, bu millət asaretdən qandaq qutuludu? Oylab baxanlar. Təbii ki, aldı bilen en mühim bolğan siyasi küreş ve siyasi güreşnin terakkiyatı bo'lgan qurolliq güreş bilen bo'ladi. Kültürel hessiler, medeniyet saqlag'uchilar, adabiyotga his qo'shuvchilar, san'atga his qo'shuvchilar. Yana boshqalarning roli faqat va faqatla asosiy iqlim ko'rishimiz muvaffaqiyatli bo'lgandilar, ondan ahamiyat topadi. Bo'lmasa yo'qolish taqdirimizni o'zgartirmaymiz. Bu bo'layotganlar Uyg'urlarda iqtidorli odamlarning kamligidan emas, qarindoshlar. Bölünüp ketganligidan, turli faili majhul to'plarga bog'lab olinganligidan eng asosiy kurash sepiga odam topilmayapti. Halbuki adab eng cho'ng bo'lishga, hammaning ustida hukmronlik qilishga hirs qilayotgan va bu yo'lda to'xtamay tirishib yangi tashakküllarni barliqqa keltirayotganlar zodi kimning manfaati uchun ishlayotganligini obdarroq o'ylash kerak. Xalqmi bularni o'ylash kerak. Tashqi yordamlar mavzusida nishonga bizdanmi bek yaqinlashganlar bo'lganmi? Ta ki 2. Cumhuriyet devridagi Sovet yordamidan bu kunga qadar meningcha hech kim
ilgirmi ko'p qatim tilga ilib o'tdim. Ilgirlari ba'zi davlatlar odam yuvatib bizninkilarni izlagan ahvollar bo'lgan. Bizga nima talabing bor deb so'raganlarning bo'lganligini hammanglar bilasizlar. İsa Yusuf ikki bolasiga oid talab bilan ishni tugatgan. Rabiya Qodir xonimni Bush bilan kurashganda ikki bolasining gapini qilgan. Shundaqla ba'zi takliflarni bizninkilar qo'lining keyni bilan ishtirib o'tgan ishlar bo'lgan. Eng oxirgisi deyman, 2017-yili Turkiyadagi qarindoshlar uchrashishiga Hindiston elchixonasidan odam kelgan. Sizlarga nima kerak, nima qilib beraylik? Ama bu janoblarning bunday bir ish aqlida bo'lmagan chiqar. Bunday bir plani bo'lmagan chiqar. Hatta shunimi ta'kidlab deymanki, bunday bir niyati bo'lmagan chiqar. Gangsadik o'tirib qolgan. Va biz bu haqda texi o'ylashmadik degan javob bilan qutuldik. Bizning davrimizga kelganda chet elliklar bizning odam bo'lishimizdan tamoman umidini uzib, ishlarini taqab qo'yibdi. Chunki tajovuzlarni qabul qilib, shulardan ayrilmay yashaymiz degan bir millatga haq qanday qarash kerakdi? Tukirib qo'ydi. Boshqacha bo'lmaydi. Mana shu vaziyatda biz ming ishga do'qirib, ming balada ba'zi yuchuqlarni echayotganimizga beg'am xalqimiz nazar guzurini solg'ini yo'q. Ha, surgunda hukumatmi? Bo'ldi. Ammo Xitoylar diqqat qilayotqachqa, buning oldini olishning choralarini shunday obdan amaliylashtırdiki, biz yoki umumiy Sharq Turkiston xalqi bularni xuddi normal bir ish, foydali bir ish sifatida qabul qilmoqda. 2005-yilmi institut akademiya to'kiladigan yerga yetganligimiz bularning har biri eng az 4 ziyolini atrofida tutuvasimi, qanchalik odam shu madaniyatga sifatadigan ko'chada mashg'ul bo'ladiganligini mo'lcharlash ta's emas. Madaniyatni saqlab qolishda his qo'shayotgan ziyolilar, kulturimizni saqlab qolishda his qo'shayotgan ziyolilar, adabiyotimizni gullantiruvchi yozarlar, tor toplarda har xil guruh uyushtirib, guruh qurib Sharq Turkistonliklarga bilim berayotgan shaxsiy qahramonlar. Sizlar aqlinglar bilan shunga javob beringlar. Siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda sizlarning madaniyatimizni saqlab qolish yo'lidagi buyuk tirishchanliginglar bilan mavjudligimizni qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Kulturimizni qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Adabiyotimizni qanchalik vaqt saqlab qolg'ili bo'lar? Shu xalqimiz uchun kitob tarjima qilib berayotgan bilim egallari, dars berayotgan, xalqimizni oqartish uchun kurash qilayotgan qarindoshlar, sizlarmi javob berib beringlar. Agar siyosiy taqdirimiz hal bo'lmagan ahvolda sizlarning emgakinglarning ahamiyati qanday bo'ladi? Har biringlarning buyuk emgaklarini foydasiz demoqchi emasman. Agar millatimiz hur, vatanimiz mustaqil bo'lgan bo'lsa edi, har bir shaxsning, har bir Sharq Turkistonlikning shaxs sifatidagi bu tirishchanliklarini muayyanlashtirishga bo'ladi. Shug'unisi biz munqarz bo'lgan bir davlatning xalqi bo'lish sifatida oldi bilan ko'ngil biladiganimiz siyosiy taqdirimiz bo'lishi, oldi bilan xizmatni mana shu yo'lda qilishimiz kerak. 20 yerga esilgan qozonni hech bo'lmasa 2-3 yerga qisqartib, bir qozonni o'simi qaynatishga tirishmasak, suvi issiq o'tmay turib o'tinimiz tugaydi. Qarindoshlar, orada ba'zilar Sharq Turkiston milliy armiyasini qayta qurib chiqish yoki qurolli kuch tashkillash loplari bilan og'zini tatliq qilib yurishdi. Shu chaqda men bu ishlarning orzu bilan bitmaydiganligini, ichki shartlar va tashqi shartlarning qanday bo'lishi zaruriyatlarini deb o'tdim. Bu mavzu xalqimiz uchun nihoyatda jalbkor. Qurolli qo'shin har bir Sharq Turkiston xalqini qiziqtirdi. Agar bu ishni ma'lum bir to'p qiladi desanglar, agar qiladi desak, buningga Sharq Turkiston surgundi hukumati eng yaqin
Bunu mu deb qo'yay? Uningga biz yaqin. Chunki u yo'lda qilayotgan ishlarimiz bor. Echilayotgan yuchuqlar bor. Yaqin kelgusida yoki keyinroqda mushundaq bir rolni o'ynay oladigan birdan-bir organ surgun hukumatinglar. Bu ishning yuchuqlari, jipuchlari bizga eng yaqin. Bu kuzatuvchilarning kuzatishi ostidagi safamizga bog'liq. Bir siyoset kursi uchun odam chiqmay o'sal ahvolga tushgan bu amaliyotni birlashtirib o'ylab biqinglar. Qarindoshlar, bundan bir qurolli qo'shinga jangchi bo'ladigan odam nerda? Mana bu bizni qo'rqitmoqda. 20 do'ngda birdan mo'ma, 20 xaman, hech qaysisining payxini yumshamay, ularlar holidan ketadigan bir vaziyat. Yuqorida tilga ilingandek biror yordam beruvchi tashqi kuch kelib, nima talabinglar bor deb so'rasa, sizlarning adoqi orzuyinglarga uyg'un keladigan tibki milliy manfaatinglarga uyg'un keladigan javobni bera oladigan birdan bir tashakkul, yanada surgun hukumat. Bir millatning, bir davlatning vakiliga yarashadigan mazmunda talab suna oladigan birdan bir tashakkul surgundi hukumatinglar. Rostini aytganda, biz yaqinlashgan ba'zi manzillar şu anda Rossiya-Ukrayna urushi tufaylidan qattiq turib qolgan bo'lsa-mu, aman biz bu nishonlarga yetmay qo'ymaymiz. Bizning birdan bir qayg'umiz haq bizga eshiklarni ochganda qiladigan ishga loyiq odamni topolmasak qandaqmi qilamiz degandan iborat. Xulosa shuki, Xitoylar vaziyatimizni to'g'ri mo'ljalligachga keyingi chog'larda bilarmanlarni qo'lidan ish keladiganlarni bog'lab olish uchunlar atalmış ilmiy tashkilotlarni haddidan ziyoda ko'paytirdi. Bularni palonchi qildi, po'kinchi qildi deyishinglar mumkin. Bu hodisaning ko'ringan yuzi, qarindoshlar. Yana halqa Xitoylar e'lon qilgan materialdagi mazmunni aslanglar. Mustaqillik talabi bo'lmagan tashkilotlarni ko'paytirish va kuchaytirish. Bu deganlik Xitoylar o'zlari kelib, qizilboshli hujjatlar bilan bunday tashkilotlarni qurdi deganlik emas. Yoki markazdan manchi pul ajratdik deb oshkora madad berishimi notayin. Buni istixborotchilar orqali o'zimizning yaxshi niyatli odamlarimizni ishga solib barliqqa keltirdi. Va qandaqdir bir saxovatchining yordami shaklida iqtisodiy jihatdan madad beraverdi. Shunlashdan millatimizning mustaqilligini o'ylaydigan ishchimizning shunday bir orzungiz bor, biri bo'lsangiz, bu ishlarni takror o'ylab ko'ring. Bir ilmiy tashkilot qatnashish bilan bir siyosiy tashakkul doirasida xizmat qilish bir-biriga zidmi kelmaydi aslida. Lekin biznikilar qandaqdir ilmiy xizmatlar orqali millatga qo'shish, siyosatga aralashmaslik shuari bilan bu kishilarni siyosiy tashakkullarda xizmat qilishdan cheklayotganligi masalaning diqqatga sazovor tarafidir. Agar siyosiyga aralashmaslik talab bo'lmagan tashkilotdagilar bir vaqtda siyosiy kurashlarda rol olsa, nima ish bo'lmaydi ekan? Yoki siz haqiqatanmi ozodlikni orzu qilsangiz, sizdan bunday bir yo'lsiz talabni qilgan tashkilotda turaverishingizning boisi nima? Albatta tark etishingiz siyosiy kurashga, mustaqillik kurshiga qatnashish vijdoniy burchingiz, uyg'urlik burchingiz, musulmonlik burchingizdir. Agar qilayotgan ishingizni siyosiy kurash yo'lida kollektiv ichida qilmasangiz, o'ynayotgan rolingizni siyosiy kurash ichida o'ynamasangiz, faili majhul tashkilotlardan adajida bo'lmasangiz, kelgusi 10-15 yil ichida yo'qotgan fursatlar takror kelmaydi. U chaqda pushaymonga qacha chiqavog'idek och tepilmaydi. Qarindoshlar, mushu gapim ta'minlarda bo'lsin. Fursatimiz ancha ko'p emas. Cheksiz fursatlarga ega emasmiz. Burnimizga taqashgan qismatimizdan ko'rilayotgan u ki, agar oldimizdagi 20 yil ichida biror ishning peshini tutolmasak, tarix sahnasidan o'chirilib ketamiz. Siyosiy taqdirimizning hal bo'lishi koinotning qora o'nkirlaridek qorong'ulik qotadi. Ana shu chaqda siz qilayotgan ash bugungi buyuk asrda, buyuk xizmatlarning mavjudligimizda bir hech ekanligini tunib yetasiz.
Ama bek kechikkan bo'lasiz. U holda biz milliy kimligimizni qanday saqlab qolamiz? O'ptarrak o'yilmi? Qarindoshlar, bugun mushayagichi bo'lsin. Kelgusida yanada bu tafriqchi tashkilotlar haqida mulohazalarimizni davomlashtirishimiz mumkin. Alloh hammanglarni niyat qilgan buyuk ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Hammanglarni omon qilsin. Xayr xo'sh.